Barchasi kompaniyaning faxriylari. Bir necha kun oldin dadam bilan qadamma-qadam ishladilar. Ular bu kompaniyani qurdilar. Hatto men ulg'ayganimni ko'rdi. Hozir esa Vaqt o'tganida qaror qabul qilaman. Kompaniya bu odamlarni tark etadi. Siz boshqarishingiz oson bo'ladi. sen haqsan. Men bu yerni ushlab turaman. Men bu yerni ushlab turaman. Bizda reja bormi? Va nihoyat tugadi. Fohisha. Agar buni bajara olmagan bo'lsangiz, hozir azoblanasiz. Nega kurash kerak edi? Nega 6 soat kurashding? Ha, to'g'ri. Sen hali ham topshirishing kerak. Prezident sifatida o'z pozitsiyangni kechirim o'rniga tabletgan topshir. O'zingizga ishonasizmi? Yutganingizga. Suvxonim, suvning zaxirasi bor. U yaxshilanadi. Bu haqiqatan ham barqarorlashdi. Qanday qilib? Ichki Donyoping mahsulotlarini qaytarib yubordik va Su Export kompaniyaning ishlab chiqarish liniyasini qayta tikladi. Tashqi, chunki Tingyao Group chet el bozorini kengaytirdi, buyurtmalar oshdi. Tabiiyki, aksiya narxlari. Xudo shunday g'amxo'rlik qiladi. Omadga olmang. Mahorat uchun omadsizlik qilmang. Ehtiyot bo'ling. Ammo keyingi safar yuta olmaysiz. Nima qilyapsiz? Bitim tugadi. Bizning suvxonim g'alaba qozondi. Iltimos kelishuvni imzolang. Jiyan, siz barcha kompaniyalarimning a'zosisiz. Nega bunday umidsiz bo'lishingiz kerak? Siz ovsarlar. Siz uchun nimalar yaxshiligini bilmaysiz. Biz buni kim bilan qilyapmiz? Kompaniya manfaati uchun emasmi? Endi bizni ayblaydi. Boshidanoq siz Duo oilasini targ'ib qildingiz va siz Suv oilasi dahlizidasiz. Buni Suv oilasi uchun qilyapsizmi yoki Duo oilasi manfaati uchunmi? Juda ham asabni buzdingiz. Otangiz hatto bilmaydi. Men bilan gaplashmadi. Sizda hali ham menga nisbatan hurmat bormi? Hozir eshikni oching. Eshikni oching va meni shaxsan pastga tushiring. Hech kim harakat qilishga jur'at etmaydi. Sizlar bilan shu yerda qanchadan beri turibman? Agar imzolamasangiz, har biringizni majburlashga majbur bo'laman. Suv va Javo, kuting. Siz hali suv tomonidan qurbon bo'lasiz. Tushunarlimi? Biroz yaqinlashing. Biroz yaqinlashing. Qo'ysang-chi. Keling kechki ovqat uchun uyga boraylik.
Sen aytyapsanki, Dong Yongping Suyanjaoga qo'shildimi? Qajanob. G'ava daryo ittifoqi so'ramasdan turib, Suyanjao tabletkadan foydalandi. Aksiya narxini kuchaytirish uchun sun'iy zaxirasi yaxshilandi. Bularning barchasi Ling Shuan sababli bo'ldi. U buni shunday qila olmaydi. Bu Ling Shuanga o'xshagan odam borib Dong Yongping bilan uchrash. Ha, ser, men yordam berishdan mamnunman. Men avval kiyimimni o'zgartiraman. Bugun yarim tunda ovqatlanishimiz kerak. Buning uchun bo'yanaman. Biroz dam olishing kerak. Nima yeyishni istaysan? Buni qilaman. Bizda uzoq vaqt bor edi. Nega restoranlarga buyurtma bermaymiz? Men shunchaki yigitlarning ishlashini kuzatyapman. Bolaligimda Su oilasining uyida Nani bor edi. Nani Vay. U yaxshi oshpaz. Keyinroq unga tayinlayman. Janobli, yordam bering. Nima bo'ldi? Hech narsa. Men bir muncha vaqt ketishim kerak. Sen uyda qol, o'zingni ehtiyot qil. Seni qorning och. Yeyishing uchun biror nima qil. Xo'p, siz aytgan ishni qilaman. Siz ham o'zingizga g'amxo'rlik qilasiz. Janobli, nihoyat bu yerga keldingiz. Bu Du Dinchao tomonidan qilingan. U meni topshirishimni so'radi. U mendan Tog' va daryo ittifoqi taksilarining 90% oshig'ini so'radi. Keyin u meni hayotimni saqlaydi. U ham aytgan, o'ylamang, janobling jang qilishingiz mumkin. Du oilasining kuchi sizniki bilan teng. Xo'sh, nima? Va menga 3 soat vaqt bering, hisobga olish uchun. Meni Du oilasiga qo'shilishni xohlaysizmi yoki butunlay 3 soat. Bu yetarli bo'lishi kerak. Du Dinchao. Yo'q, unday emas. Janobli, siz qanchalik kuchli ekaningizni bilaman. Siz juda kuchlisiz. Du oilasini o'ldirish oson, lekin uning atrofidagi odamlar, ularni hal qilish qiyin. Keling ular haqida gaplashamiz. Uning shaxsiy kotibi, Yaponiyadagi eng kuchli jangchi, Du oilasining vasiysi. U tug'ma olamga yaqin. Yana nima? Va Du Chao, Du oilasi rahbari 10 yil oldin allaqachon tug'ma olamda. Juda ko'p yillar o'tgan. Yaxshi. Senda ovqat bormi? Qornim ochdi. Yo'q. Janobling juda kuchli. Uning orqasida boshqa birov bo'lishi kerak. Juda ham xotirjam u. Va oqilona. Voy baroqov. Qani olib kel. Janobling, bizning yordamimiz qachon keladi? Qanday yordam? Bu odam emas. Ehtimol sizda reja yo'q. Tug'ma qobiliyatga ega. Uni tushuntirib berishim qiyin. Janobli, siz juda xotirjam ko'rinyapsiz. Orqangizda kimdir bormi? Yo'q. Hammasi tamom. Men yolg'izman. G'alaba uchun imkoniyat yo'q ekan. Janobli, men birinchi bo'lib keta qolay. O'zingiz ham qochishga urinib ko'ring. Juda kech. Shoshilma. Janob Du. Arzimagan narsa uchun tiz cho'kasanmi? Nima o'ldirishdan qo'rqasanmi? Yo'q. Yo'q, janobling. Siz kuchli ekanligingizni bilaman, lekin ular juda ham ko'p-ku. Ammo biz esa yolg'izmiz.
Bu achinarli. Bu faqat bu oilasi-ku. Nima faqatmi? Butun Shanxay bu oilamizni yomonlashga jur'at etsa, javobini beradi. To'rtta eng zo'rlari. Menda hech qanday qurol yo'q. Janobli, ular eng zo'rlari. 最多是个宗师，以一敌四，你觉得是差武器的问题？ Tezroq tugatinglar. Bizda qurol yo'q, to'g'rimi? Janob Du, sizning yigitlaringiz juda nozik ekan. Janob Du, sizning yigitlaringiz juda nozik ekan. Siz o'zingizni zo'r deb o'ylaysizmi? Sizlarga oldin aytganda, o'ynashishni xohlamayman. Albatta aytmadingiz va men sizning dushmaningiz bo'lishni istamayman. Sizning oilangiz bir necha bor men odamlarimni kaltaklagan. Menga aytingchi, bu hisobni qanday hal qilamiz? 这笔账怎么算？ Buni qanday hal qilamiz? Don Yonping va uning odamlari. Hozirda men javobgarman. Endi darhol yigitlaringizni olib, bu yerdan keting. Ketishingizga ijozat beraman deb hisoblayman. Sizga imkoniyat, qani keting. Agar kimdir bugun kaltaklasa uni, men 10 million dollar beraman. Boylik yagona narsa. Hamma narsam bo'ladi. Aka-ukalarimni o'ldiring. Qolgan hayotimiz chiroyli va mazmunli o'tadi. Janobli, bu yerdan keting. Uni yashirin quroli yo'q edi. Men faqat yashirin qurollardan foydalanaman deb kim aytdi?